Dasturimiz davom etadi. Dunyoda insonning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan turli xil kasalliklar bor. Ammo shunday dardlar borki, uning nomi kasallik keltiradigan zarardan og'irroq. Bu OIV va AIDS. Butun jahonda millionlab insonlarning umriga zomin bo'layotgan, ko'plab oilalarning tinchligini buzayotgan bu kasallik bilan yurtimizda 30 mingdan ortiq bemorlar davolanishyapti. Hududlarda AIDSga qarshi kurashish markazi xodimlari tomonidan muntazam tushuntirish, profilaktik ishlar olib boriladi. O'tgan yilga nisbatan, jumladan Buxoro viloyatida ushbu kasallik qayd etilganlar soni sezilarli kamaydi deya xabar bermoqda buxorolik muxbirimiz. Shifokorlar OIV va AIDS kasalligini aniqlash yo'llari va eng ko'p yuqtirib olganlar haqida 1 yillik xulosani chiqarishdi. Hozirgi kunda kasallanish darajasi bo'yicha statistikani ko'radigan bo'lsak, respublikamizda va viloyatimizda aynan OIV infeksiyasi yuqtirib olganlarni aniqlanish darajasi bo'yicha eng ko'p o'rinda turayotganlarni, ya'ni mehnat migrantlarni OIV infeksiyasi chalinish darajasi ko'paymoqda. O'tgan yillarga nisbatan Buxoro viloyatida ushbu kasallik bilan qayd etilganlar sezilarli kamaygan. Bu virusni yuqtirib olinishini o'z vaqtida erta aniqlanganidan, deydi mutaxassislar. Qancha biz ko'p kasalliklarni aniqlab, o'z vaqtida izolyatsiya qilib, ularga demak to'g'ri yo'nalishlarni bersak, albatta bunda bilamizki, keng jamoatchilik ishlaydi, ichki ishlar boshqarmasi mutaxassislari ishlaydi, ular alohida nazoratga olinadilar, boshqa fuqarolarga yuqtirib qo'ymasligi munosabati bilan va bu ishlar bizni viloyatimizda tizimli yo'lga qo'yganligi munosabati bilan demak bu yilda ko'rsatkichlarimiz respublika ko'rsatkichidan ancha past. Albatta bunda aholi orasida olib borilayotgan targ'ibot ishlarining muntazam yo'lga qo'yilgani ham muhim. Ayniqsa nikohlanuvchilarning tibbiy ko'rigi natijasida ko'plab kasalliklarning oldi olinmoqda. Ma'lumki, OIV yoki AIDS kasalligini aniqlash qon tahlili orqali amalga oshiriladi. Bunda aholidan qon olayotgan tibbiyot xodimlari amal qilish lozim bo'lgan gigiyena qoidalari mavjud. Aks holda bu jarayonda ko'zga, terining ochiq qatlamiga qon uchishi kabi tibbiy avariyalar sog'lom odamni ham zararlashi mumkin. O'tgan yilni sarhisob qilgan bo'lsak, bizda demak 2 nafar kichik tibbiyot xodimlarimiz demak tibbiy avariya holatiga duch kelgan edilar. Biz buni tibbiy avariya deymiz, ya'ni o'sha qon bilan to'qnashib ketish holati va xayriyatki bular kasallik bilan demak kasallanmadilar, o'z vaqtida oldi olindi, chora-tadbirlar ko'rildi. 2022-yilni sarhisob qiladigan bo'lsak, tibbiy avariyalar uchramadi. Buni dalolati demak tibbiyot xodimlarining doimiy ravishda malakasini oshirib borilgani, tajribalarini oshirib borilganligi va choralarini ko'rganligi bunga yaqqol misol desak bo'ladi. Buxoro viloyat AIDSga qarshi kurashish markazida viloyat davolash profilaktika muassasalarining laboratoriya bo'limining laborantlari ishtirokida tashkil etilgan navbatdagi viloyat seminarida ham AIDSga qarshi kurashish, uni oldini olish va undan himoyalanish to'g'risida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, aholi orasida AIDSdan himoyalanish to'g'risidagi bilimlar targ'ibotini yanada kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.